ro'za tutmoqchi bo'lgan odam uxlab qolib saharlik qilmasa ro'za tutsa bo'ladimi? Niyatni qaysi paytda qiladi? Uyg'ongandan keyinmi? Javob uchun oldindan rahmat. Haqiqatda bu ham ko'pchilik tomonidan berilayotgan savollardan. Fatvo markazimizga ham shu savol bilan ko'pchilik murojaat qilyapti. Endi banda albatta inson ojiz, uxlab qolish tabiiy bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Mabodo uxlab qolsa, nisfi nahori shar'iy deyiladi. Ya'ni zavolgacha, ya'ni peshinni vaqtigacha niyat qilib olishi mumkin. Faqat shart shuki, u hech narsa yeb ichmaydi. Ya'ni bizning xalqda shunaqa bir tushuncha paydo bo'lib qolgan, saharlik qilish sunnat. Bir qultum suv bilan bo'lsa ham keyin og'iz yopish kerak degan tushuncha paydo bo'lib qolgani uchun u quyosh chiqqandan keyin uyg'onsa ham suv ichib keyin og'zini bekitadi. Yo'q, bu vaqt tugadimi, endi bo'ldi, yeb ichishlik mumkin emas. Agar yeb ichsa uni ro'zasi buziladi. U endi ro'za tuta olmaydi. Shuning uchun uxlab qolgan odam modomiki hali peshinni vaqti kirmay turib uyg'ongan bo'lsa, u hech narsa yemay ichmasdan o'sha kunning ro'zasiga niyat qilib oladi va uni ro'zasi sahih bo'ladi.